Sure Şuara tercümesi 1. ayetten başlap okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Tasim. Bu roşen kitap yani Kur'an ayetleridir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ulanın iman etmeganlıqdan özünü halak qilib olishing mumkin. Agar biz ularning iman etishini xohlaydigan bo'lsak, ularga osmondan ularni iymonga majburlaydigan bir oyatni, alomatni nozil qilatdiqda, uningga ular bosh ekkan bo'ladi. Ularga marhamatlik Alloh tarafidan Qur'ondan yangidan bir narsa nozil bo'lsa, ular uningdan yuz o'riydi. Ular rostli Qur'onni inkor qildi. Masxir qilgan narsasining xabarlari, ya'ni oqibati ularga keladi. Ular zaminni, ya'ni zaminning ajoyibotlarini kuzatmadimi? Zaminda turli foydali o'simliklarni o'stirdik. Buningda albatta Allohning qudratini ko'rsatadigan alomat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Senin Rabbin hakikaten g'olibdir, nihoyat mehribondir. Öz vaqtida Rabbin Musaga nido qildi. Sen zolim qavmga bag'in. Ular Fir'avnning qavmidir. Ular Allohning jazolashidan qo'rqmamdi. Musa aytdi: Rabbim, men hakikaten ularning meni inkor qilishidan qo'rqaman. Ularning meni inkor qilishidan yurkim siqiladi. Tilim kekach, shunga men yordamda bo'lish uchun Harunni payg'ambar qilib avatgan. Ularning davosicha ularning oldida mening gunohim bor. Ularning meni o'ltirishidan qo'rqaman. Alloh aytdi: Hargiz undaq emas. Ya'ni seni ular hargiz o'ltira olmaydi. Sizlar mening mo'jizalarimni elib beringlar. Biz hakikaten sizlar bilan billa munoziranglarni anglab turamiz. Sizlar Fir'avnga berib, biz hakikaten olamlarning Robbining elchisimiz, İsrail avlodini qo'linglardan bo'shatgan. İsrail avlodini qulluqingdan bo'shatgan. Ular biz bilan Shamga ketsin denglar. Ular Fir'avnga kelib elçilikni yetkizdi. Fir'avn Musaga aytdi: Seni biz uyimizda kichikingdan tarbiyalab cho'ng qilmadikmi? Aramizda ko'p yillar turmadingmi? Sen yelik qilgan ishingni qilmadingmi? Ya'ni Qibtni o'ltirmadingmi? Sen tuzkorladin sen. Musa aytdi: Men u ishni qilgan chig'imda nadonlardan edim. Sizlardan qo'rqib, sizlardan qochdim. Rabbim menga hikmat ato qildi. Meni payg'ambar qildi. Sen İsrail avlodini qul qilding. Sening menga minnat qilgan ne'mating ana shudir. Fir'avn aytdi: Olamlarning Rabbi degan nima? Musa aytdi: U osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi butun maxluqotlarning Rabbidir. Agar sizlar haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar. Fir'avn cho'rsidagilarga: Uning javobini anglayotamsizlar dedi. Musa aytdi: U sizlarning Rabbinglardir va sizlarning ota-bobonglarning Rabbidir. Fir'avn aytdi: Sizlarga avatilgan bu elchi albatta majnundir. Musa aytdi: U mashriqning, mag'ribning va ularning orasidagi maxluqotning Rabbidir. Agar sizlar tushunadigan bo'lsanglar. Fir'avn aytdi: Agar mendan g'ayrini iloh qilib oladigan bo'lsang, seni cho'qim zindonga tashlayman. Musa aytdi: Mening rost payg'ambar ekanligimni isbotlaydigan ro'shan dalil keltirsammi, zindonga tashlamsan? Fir'avn aytdi: Agar so'zing rost bo'lsa, ro'shan dalilingni keltirgin. Musa hassini tashlab edi, nagahan up-uchiq ajdahoga aylandi.
Musa qo'ynidan qo'lini chiqarib edi, nagahan u qarg'uchilarga nur chaqnab turadigan oppoq bo'lib ko'rindi. Fir'avn cho'risidagi qavmining cho'nglariga aytdi: "Bu haqiqatan usta sehrgar ekan. U sehr orqali sizlarni zamininglardan haydab chiqarmoqchi. Bu vaqtda nima maslahat bersizlar?" Ular aytdi: "Ularning ishini tahir qilgin. Shaharlarga sehrgarlarni yiqquchi kishilarni avatgin. Ular sening huzuringga nihoyat usta sehrgarlarning hammasini elib kelsin." Muayyan kundagi belgilangan vaqtda sehrgarlar to'plandi. Kishilarga: "Sizlar yig'ilib bo'ldinglarmi? Agar sehrgarlar g'olib chiqsa, ularga bo'ysunishimiz mumkin" deyildi. Sehrgarlar Fir'avnning qishig'i yetib kelganda, ular Fir'avnga: "Agar g'alaba qilsak, bizga cho'qim mukofot berilamdi" dedi. Fir'avn: "Ha, u chaqda sizlarga mukofot berildi. Uning ustiga sizlar cho'qim mening yaqin odamlarimdan bo'lib qolasizlar" dedi. Musa ularga: "Tashlaydigan narsanglarni tashlanglar" dedi. Ular og'amchilarini, asıllarini tashladi. Ular Fir'avnning kattaligi bilan qasamki, biz shak shubhasiz g'alaba qilamiz dedi. Musa hassin tashladi. U ejdahoga aylanib, ularning o'ydirma narslarini yutib etdi. Sehrgarlar sajdaga bordi. Ular olamlarning Robbiga, Musa va Harunning Robbiga iymon etdik dedi. Fir'avn: "Men ruxsat qilmay turib, sizlar Musaga iymon etdinglar. U cho'qim sizlarga sehrni o'rgatgan boshliqinglar ekan. Sizlarni qandoq jazolayotganligimni uzunga qolmay bilasizlar. Qo'linglarni, putinglarni cho'qim o'ng chap qilib, ya'ni o'ng qo'linglar bilan so'l putinglarni yoki so'l qo'linglar bilan o'ng putinglarni kesaman. Hammanglarni cho'qim darga osaman" dedi. Sehrgarlar: "Buningdimi bizga hech qanday ziyon yo'q. Biz albatta Rabbimizning dargohiga qaytquchilarimiz. Biz Musaga hammadan burun iymon etquchilar bo'lganligimiz uchun Rabbimizning xatoliklarimizni mag'firat qilishini albatta umid qilamiz" dedi. Biz Musaga kechida bandilarimni, ya'ni Bani Isroilni elib otlangan, ya'ni Fir'avn o'z qavmi bilan sizlarni qo'g'lab chiqdi deb vahiy qildik. Fir'avn shaharlarga askar to'plag'uchilarni avatdi. Fir'avn aytdiki, bu kishilar haqiqatan bir uchum odamlardir. Ular haqiqatan bizning ochchig'imizni keltirib qo'ydi. Biz haqiqatan ehtiyotchan jamoamiz. Biz ularni, ya'ni Fir'avn bilan uning qavmini bog'lardan, buloqlardan, xazinalardan va esil turalg'lardan ayirib etdik. Shundoq qilib, ularni Bani Isroilga miras qilib berdik. Ular, ya'ni Fir'avn bilan uning qo'shini ularni kun chiqqan chaqda qo'g'lab chiqdi. Ikki top, ya'ni Fir'avn topi bilan Musa alayhisalomning topi bir-birini ko'rib turishgan chaqda Musa'nın adamları ular, ya'ni Fir'avn bilan qo'shini bizga cho'qim yetishib oladigan bo'ldi dedi. Musa aytdi: "Undaq bo'lmaydi. Ya'ni hargiz yetisholmaydi. Rabbim haqiqatan men bilan billa. Meni qutulish yo'liga boshlaydi." Biz Musaga Hasan bilan daryoga o'g'in deb vahiy qildik. Musa hassi bilan urib edi, daryo yerildi. Her bir yerilgan qismi cho'ng tog'dek bo'lib qoldi. İkinci bir guruhni bu yerga yaqinlashtirdik. Ya'ni Fir'avn bilan qo'shinini Bani Isroilning oqsidan daryoga kirgizdik. Musa bilan uning hamrohlarini butunlay qutqizdik.
Ondan ikkinchi guruhni, ya'ni Fir'avn bilan qavmini g'arq qildik. Buning da, ya'ni Fir'avn bilan uning qavmining g'arq bo'lishida albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Rabbing haqiqatan g'olibdir, nihoyat mehribondir. Ularga Ibrohimning qissasini o'qib bergin. Öz vaqtida u otasiga va qavmiga nimaga ibodat qilasizlar dedi. Ular butlarga ibodat qilamiz. Bu ibodatni davomlashtiramiz deydi. İbrahim aytdi: Dua qilgan chig'inglarda ular duoyinglarni anglamdi. Ya sizlarga foyda yetkazalamdi, ya ziyon yetkazalamdi. Ular aytdi: Undaq emas. Ata bovullarimizning shundaq qilganligini bayqadik. İbrahim aytdi: Aytib beqinglarchi. Sizlarning ibodat qilganinglar nima? Sizlarning eng qadimki ajdodinglarning ibodat qilgan nima? Ular, ya'ni butlar mening dushmanimdir. Faqat olamlarning Rabbi mening Rabbimdir. U meni yaratgan, u meni hidoyat qiladi. U meni tamoq bilan ta'minlaydi. Ussizlik bilan ta'minlaydi. Og'rib qolsam u meni saqaytidi. U meni qabzroq qiladi. Keyin yana terildirdi. Qiyomat kuni uning mening xatoliklarimni mag'firat qilishini umid qilaman. Rabbim menga ilm, hikmat ato qilgan. Meni yaxshilarga qo'shqin. Keyingilar orasida yaxshi nomimni qoldirgan. Meni nozu ne'matlik jannatning varislaridan qilgan. Atamga mag'firat qilgan. U haqiqatan gumrohlardan bo'ldi. Ular, ya'ni xaloyiqlar hisob berish uchun terildiriladigan kunda meni rasvo qilmagan. U kuni hech kishiga mol va o'g'illar foyda yetkazolmaydi. Faqat Allohning dargohiga pok qalb bilan kelgan odamlar foyda yetkaziladi. Jannat taqvodorlarga yaqinlashtiriladi. Do'zax gumrohlarga ochiq ko'rsatiladi. Ularga sizlar ilgari Allohni qo'yib cho'qingan narsanglar qayerda? Ular sizlarga yordam beralamdi, yo o'zlariga yordam beralamdi deyiladi. Butlar, gumrohlar va iblisning qo'shinlarining hammasi do'zaxga üstülab tashlanadi. Ular do'zaxda jidallashib aytadi: Alloh bilan qasamki, biz ochiq gumrohlikda edik. Öz vaqtida biz sizlarni ibodatda olamlarning Rabbi bilan o'xshash o'rinda qo'yatdik. Bizni faqat gunohkorlarla ozdirdi. Shuning uchun bizga shafaat qilg'uchilar yo'q va yaqin do'stmi yo'q. Agar bizga dunyoga qaytishga bo'lsa edi, biz mu'minlardan bo'lardik. Shubhisizki, buningda, ya'ni Ibrohim va uning qavmining qissasida aql egilari uchun albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Rabbing haqiqatan nihoyat g'olibdir, nihoyat mehribondir. Nuhning qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. Öz vaqtida ularga qarindishi Nuh aytdi: Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq bir payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Rabbidan tilayman. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Ular: Ey Nuh, sana töven tabiqidagi odamlardan ergashgan tursa, sana töven tabiqidagi odamlar ergashgan tursa, sana biz iymon etamdik dedi. Nuh aytdi: Men
ularning nima qilganligini uqmayman. Agar bilsanglar, ulardan hisob elishni faqat Rabbim ustiga olgan. Men mu'minlarni qo'g'lab etmayman. Men faqat ochiq oshkora ogohlantiruvchiman. Ular aytdi: "Ey Nuh, agar sen payg'ambarlik da'vatingdan yanmasang, sen cho'qim tosh kesak qilinib o'ldirilguchilardan bo'lasan." Nuh aytdi: "Rabbim, qavmim meni haqiqatan inkor qildi. Men bilan ularning orasida hukm chiqargin. Meni va men bilan birga bo'lgan mu'minlarni qutqazgin." Biz uni va odamlar, hayvonlar bilan liq to'lgan kemida uning bilan birga bo'lganlarni qutqizdik. Ularni qutqizgandan keyin ondan qolganlarni g'arq qildik. Buningda tafakkur qilg'ichilar uchun albatta cho'ng ibrat bor. Ular, ya'ni kishilarning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Rabbing haqiqatan nihoyat g'olibdir, nihoyat mehribondir. Ad xalqi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ular qarindoshi Hud aytdi: "Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Robbidan tilayman. Sizlar har bir egiz joyga o'yin kulki uchun bir alomat, ya'ni egiz bino salamsizlar. Go'yo sizlar o'lmaydigandek dunyoda mangu qilishni umid qilib puxta saroylarni salamsizlar. Agar birovni jazolasanglar, zolimlardek jazolaysizlar. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Sizlar biladigan ne'matlarni ato qilgan Allohdan qo'rqinglar. U sizlarga chorvalarni, o'g'illarni, bog'larni, buloqlarni ato qildi. Men haqiqatan sizlarning buyuk kunning azobi qilishinglardan qo'rqaman." Ular aytdi: "Nasihat qilamsan, qilmamsan, baribir bizga o'xshash. Bu faqat burunqilardan qolgan odat. Biz hargiz jazolanmaymiz." Ular uni, ya'ni Hudni inkor qildi. Ularni biz halok qildik. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Rabbing haqiqatan nihoyat g'olibdir, nihoyat mehribondir. Samud xalqi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qarindoshi Solih aytdi: "Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Robbidan tilayman. Sizlar bu yerlarda bog'chilardan, buloqlardan, ziroatlardan, yumshoq pishgan xo'malardan bahramand bo'lib, xotirjam holda davomli qolamiz deb o'ylamsizlar? Ustuliq bilan tog'larni teshib uy yasamsizlar? Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Zaminda buzg'unchilik qiladigan, isloh qilmaydigan, haddidan oshquchilarning amriga itoat qilmanglar." Ular aytdi: "Sen haqiqatan sehr qilinganlardansan. Sen faqat bizga o'xshash bir insonsan. Agar sen rostchilardan bo'lsang, biror mo'jiza keltirib boqqin." Solih aytdi: "Bu chishto'ga suyinglardan bir kun ichidi. Sizlarmu muayyan bir kun ichisizlar. Onunga yomonlik qilmanglar, bo'lmasa sizlar buyuk kunning azobiga duchor bo'lasizlar." Ular chishto'gini bo'g'izladi. Shuning bilan ular nadomatga qoldi. Ularga azob tushdi. Buningda albatta cho'ng ibrat bor.
Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Rabbing haqiqatan nihoyat g'olibdir, nihoyat mehribondir. Lotning qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qarindishi Lot aytdi: "Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Robbidan tilayman. Sizlar ahli jahon ichidan livoti qilib, Rabbinglar sizlar uchun yaratgan ayollaringlarni tashlab qo'yamsizlar? Sizlar haqiqatan buzg'unchilikda haddidan oshib chiqqansizlar?" Ular aytdi: "Ey Lot, agar da'vatingdan qaytmasang, cho'qim surgun qilinasan." Lot aytdi: "Men sizlarning qilqinglardan qattiq yirginaman. Rabbim qilmishlari tufaylidan ularga keladigan azobdan meni va tavallarimni qutqizgan. Uni va uning tavallarining hammasini qutqizdik. Faqat Mumayni, ya'ni Lotning ayolini qoldirib qo'yib halok qildik. Ondan qolganlarni halok qildik. Ularning ustiga biz yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Ogohlantirilg'ichilarga yog'dirilgan yomg'ir nima degan yomon? Buningda albatta cho'ng bir ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Rabbing haqiqatan nihoyat g'olibdir, nihoyat mehribondir." Aykiliklar payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida Shuayb ularga aytdi: "Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Robbidan tilayman. O'lchamni to'ldirib beringlar. Kambag'chilardan bo'lmanglar. Narsalarni to'g'ri tarozida tortinglar. Kishilarga narsalarni, ya'ni qaysi yo'l bilan bo'lmasin, kishilarning haqlarini kambamanglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilib, fitna fasod termanglar. Sizlarni va ilgirki ummatlarni yaratgan Allohdan qo'rqinglar." Ular aytdi: "Sen sehri qiling'uchilardansan. Sen faqat bizga o'xshash oddiy odamsan. Seni biz haqiqatan yolg'onchi deb gumon qilamiz. Agar so'zingda rostchilardan bo'lsang, bizga osmondan azob tushirgin." Shuayb aytdi: "Rabbim sizlarning qilmishinglarni obdan biladi." Ular Shuaybni inkor qildi. Ularni soy kunining azobi halok qildi. U haqiqatan buyuk kunning azobi edi. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchilardan bo'lmadi. Sening Rabbing haqiqatan nihoyat g'olibdir, nihoyat mehribondir. Shubhisizki Qur'on olamlarning Rabbi tarafidan nozil qilingandir. Ogohlantiruvchilardan bo'lishing uchun ishonchlik Jibril uni sening qalbingga elib tushdi. Qur'on ochiq arabiy tilda nozil bo'ldi. Haqiqatan Qur'on ilgirki payg'ambarlarning kitoblarida tilga ilingan. Abdullah ibn Salam va uning iymon etgan hamrohlariga o'xshash Bani Isroil ulamalarining Qur'onni bilishi mushriklarga Qur'onning to'g'riligini ko'rsatadigan dalil bo'lmamdi? Agar biz Qur'onni arab bo'lmagan bir odamga nozil qilgan bo'lsak, u Qur'onni ularga o'qib bersa, ular uningga ishonmaydi. Shuningdek, gunohkorlarning dillariga ishonmaslikni soldik. Ular Qur'onni tushunib, uning fasohat balog'atini va mo'jiza ekanligini bilib turib iymon etmadi. Ular Allohning qattiq azobini ko'rmagicha Qur'onga ishonmaydi.
u azap ularga ushtum tut keladi. Ular uning kelganligini tuymay qoladi. Ularga tuyuqsiz azap kelganda ular bizga iymon etib olish uchun muhlat berilamdi deydi. Ular bizning azobimizning burunroq kelishini tilamdi. Aytib baqina, agar ularni nurg'un yillar ne'matlarimizdan bahramand qilsak, ondan ularga ogohlantirilgan azob kelsa, ularning bahramand bo'lgan ne'matlari ulardan azobni daf qilishda hech narsaga asqatmaydi. Qandoqliki shahar bo'lmasin, va'z nasihat qilish uchun payg'ambarlarni avatmigicha uni halok qilmadik. Ularni jazolashda biz zolim bo'lmadik. Qur'onni shaytonlar ilib tushgani yo'q. Bu ularga loyiq emas. Ularmi uningga qodir bo'la olmaydi. Shubhisizki ular, ya'ni shaytonlar o'g'irliqcha tinglashdan man'i qilingandir. Allohdan boshqa hech ilohga ibodat qilmagan. Unda qilsang azob qiling'uchilardan bo'lib qolasan. Yaqin hech aqrabolaringni ogohlantirgan. Sana ergashgan mu'minlarga muloyim bo'lgin. Agar ular sana osiylik qilsa, men sizlarning qilmishinglardan haqiqatan ado judaman degin. Nihoyat g'olib, mehribon Allohga yo'langin. Allah seni namozga qo'pqiningda ko'rib turdi. Namoz o'quvchilar orasidagi sajdaga borganlik, rukuga turganlik va qiyomda turganlik harakatingni ko'rib turdi. Shubhisizki Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Makka kuffarlariga aytqinki, sizlarga men shaytonlarning kimga tushadiganligini aytib beraymi? Ular har bir ig'vo to'quvchi gunohkorlarga tushadi. Ular farishtalarning so'zlarini o'g'irliqcha anglaydi. Ular, ya'ni shaytonlarning to'lisi yolg'onchidir. Shoirlarga gumrohlar ergishidir. Ularning so'z vadillarida tingirqab yurganligini ko'rmamsan? Ular qilmaydigan narsalarni qildik deb so'zlaydi. Faqat iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan, Allohni ko'p zikr qilgan, zulmga uchragandan keyin o'zini qo'g'digan shoirlar buningdan mustasno. Zulm qilg'ichilar uzoq qolmay qaysi joyga qaytadiganligini biladi.